ilahi tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin baktardığına gelişimiz lazım demekçe. Cihat veya niyet bağıyken, ondaki cihatın aldan tayarlık boğan hicret hem mevcuttur demek. Bu cinayi kılmışlık karşı turşun ibaret, hakkani kurşun uzun yakacak aldı. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal televiziya ekranlarında sizlər bilan birlikdimiz. Bugünkü Uçuq söhbət proqramımızga kəlgininglarni qızğın qarşı alamiz. Bugünkü Uçuq söhbət proqramımızda Tayland hökumətinin Uyg'urlarni Xitoy qaytarib berganlik to'g'risida söhbət elib boramiz. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Tayland hökuməti Xitoy zulmidan qochib 1 yildan ortiq bir mezgil jarayonida Taylandda tutib turilayotgan qarindoshlarimizdan bir hesabda 109, bir hesabda 115 nafar qarindoshimizni Xitoyga setib o'tganligi hammamizga ma'lum bo'ldi. Ammo bu yerda diqqat qiladigan bir nuqta, Xitoy mushu mezgilda ularni tutib menish jarayonida qo'llariga ko'yiz silib, bog'lab, beshiga xalta kiygizib, elib menishlari butun dunyoniki diqqatini tortib, hozir bas munozara bu to'g'ridagi bas munozaralar davom qilyotdi. Mushu munosabat bilan biz bugun suhbat olib boramiz. Bugungi suhbatimizga jamoat arbobi hurmatli Abduqodir Yapjon afandimni taklif qildik. Hurmatli Abduqodir afandim, bugungi programmamizga kelganligingizni qizg'in qarshi olamiz. Qimmatli televizor ko'ruvchilar, biz bu vaqtdagi qisqacha bir program filmni ko'rsatish bilan programmamizni davom qilamiz. Oldi bilan biz diqqatinglar ekranimizdagi shu filmda bo'lsin. Filmde görgünümüzde qarindoshlarimizni put qo'lini bog'lab, beshi xalta kiygizib, nihoyatda ichinishliq bir holatda elib manganligini hammalar ko'rib yetdik, tushunib yetdik. Xitoyning bundan naqadar bir vahshiy, naqadar bir rahimsiz inson ekanligini butun dunyo tushunib yetdi. Bu to'g'rida hatto Taylandmi bir bayonot e'lon qilib, o'ziniki bir xato qilganligini, hatto bu shaklda muomala qilishiniki to'g'ri bo'lmaganligini Xitoyga bir e'tiroz bildirib bayonot e'lon qildi. Shuning bilan birga Xitoy Taylandning o'zida tutib turilayotgan yana 60 nafar qarindoshimizni bundan keyingi bosqichda Xitoyga bermasdan, hatto Xitoy talab qilganligini, rad qilganligini, Xitoyga bermaydiganligini bildirish bilan birga o'zi xohlagan bir davlatga berishni qaror olganligini e'lon qildi. Biz bu to'g'rida hurmatli Abduqodir Yapjon afandimniki fikr qarashini olamiz. Siz bu filmni ko'rgandan keyin bu to'g'ridagi ko'z qarashlaringizni so'zlab bergan bo'lsangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin va la aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi va alihi va ashabihi ajmain. Aldı bilen Allah'a hamd etkandan keyin Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durut ve selam yollagandan keyin sözümde başlayman cümleden Şarkı Türkistan'ın her qaysi joylarda yaşayotgan barliq qarindoshlarımızdan ulug' Ramazan hayitini tabriklayman. Tutgan ro'zasini yaxshi amallarni Alloh taoloning dargohida qabul qilib,
mağfiret ve rahmet kılışını tileymen. Şununla birge Şarkı Türkistan'da tarihten beri cümleden Kaşka, Taxtkörük'te, Yanışa'da, Kuşa'da Xoten'nin zavudi şehit olgan barlık qarindaşlarımızdan şu şahadetin Allah kabul kılıp yatqa yerini cennet kılışını tileymen. Şunun bilen birge o ailege, o azimet kahraman oğul kızlarını yetiştirgen ailege sabır taqat ata kılışını, Allah Teala öz nurudun bir nur ata kılışını, o ailege hayra bereket ata kılışını, yani sağlamça, bunun dumluça sağlam evlat ata kılışını Allah'tan tileymen. Şunun bilen birge Şarkı Türkistan turumada yetivatkan barlık qarindaşlarımızdan çoğu heyten tebrikleymen. O qarindaşlarımızga sabır taqat ata kılışını Allah Teala'nın kısqı müddet Xitay'dan ibaret bu cinayetçinin zulümüden kurtulup hür bir azat bir zamanda yaşaydıgan makanda yaşaydıgan bir imkanını Allah ata kılışını tileymen. Şunun bilen birge biz bu yolda davamlılık tirişimizni hakkaniyet ve adalet yolunda zulüm karşı köreş kılıdığan bir ruhni ata kılışını Allah'tan tileymen. Növbette Şarkı Türkistan Müslümanlar 2009 yıldan başlap, yani 2009 yılı 7. ayının 5. günüsten keyinki bu kallık vakadan keyin Şarkı Türkistan halkı ciddi çoğu Xitaydan ibaret bu cinayetçiden kurtuluş için çoğu manevi ve maddi cihetten çoğu çıkış yolu izledi. Bu cereyanda el boğan, oğlu yoluqqan, izlenip çoğu erişken yol Tayland'ın yolu oldu. Tayland, yani Şarkı Cenubi Asya devletleri. Yol, Allah Teala yol verip ola hicret ölen çıkan. Osama bunu 300'dün 500 dep anlık 600 dep. Hazır o ahvalda 360 kişinin ikellikine, yani 350'den cık bir kişinin ikellikine ispatlandı. Bu qarindaşlarımız Tayland turma tutulgandan keyin barlık Şarkı Türkistan muhacirler, münasebetlik devletler, münasebetlik diplomatiya yollar arkalık güçlük tirişti, callık şekilde tirişkan boldu emdi. Meyli biz boldu, meyli başka teşkilatla bolsun, hem meylen şu üzüge layık, üzünün şu imkan, şu zaman, makanada ba imkan bilen şu tirişkan bolsun mu? Bu önüm vermey, Tayland hükümeti Xitayga 3 milyar dolar kıymete de seti etken hem. Ölüşkün ki ATV, Kanal A'nın tartışması da bu 3 milyar dolarının gibi çıktı hem. Hem bir yerde Tayland ile anlaşkan neyse şu. İkellikime ispatlandı, yani bulanı pulgu satqanlıqı hem bular şartlık, bular zulüm qılmazlık. Şaraylı güzel insan orada muamele kılıp bunu ceza almaslık şartını koşqanlıqdan ibaret bir neyse bunu mu çoğu ilan kılmış. Ama Xitay degen hem kezzap yalğancı demektir hem de. Komünist degen kezzap ve yalğancı hiç qanday va'da ahlak tanımaydı hem de. Hem Tayland'ın bu kıygaşı zaten kanda mesela desek hem de bu meyle halkara ahlak, halkara kanun bolsun bunun tamamen halap. Diplomatiya ahlakı, diplomatiya ölçümü tamamen halap hem de. Çünkü insanlar üyede zulüm bağlılıkını, yani Xitay'nın tabiatı da Xitay degen zulüm degen gep hem. Komünist degen zulüm degen gep. O meyli her kanda ahvalası komünist ve Xitay degen bu işke anlam hazır eşleşti deyimiz hem de. Yani birlik okşaş manada hem de. Dünya kanda anlaşılan qatiyinler emeliyet bu hem de. Bu zulümdün başka emez hem de. Neyse emez hem de. Şikayet meyli Xitay deyine, meyli komünist deyine bu zulüm demektir hem de. Xitay işkencesi dep müşahede. Kezzap demektir hem de. Yalgancı demektir. Ve ki vapa kılmazlık deyiştir.
ahlak, vicdandan, kanun, medeniyet, örf, adet bu nesnenin hiç kandığını tanımaydı hem de. Komünizm iddisi şunundan ibaret hem de. Komünizmde fakat ahlak, vicdan, vicdan degen tanımaslık üstüne kurulgan bir hata, sahtı, sepsete iddia hem de. Hem de bunundan özü sözleşip, fikir almıştırıp, bana zaten uzun cereyan keteklik hem de. Tapşırıp belgem olsun, Xitay'ın kılmışını köydük hem de. Bu Şarkı Türkistan halkı o icra kılıp çıkan o karındaşlar cinayetçi mi? Yok, cinayetçi emas. Günahkar mı? Ya günahkar mı? Masum, hiç kadar günah yok. Fakat Şarkı Türkistan'ın Xitay işgal kılavağından biri üzlüksüz çoğu Şarkı Türkistan halkını yoktu öteş ve bunu çoğu dünyada hiç kadar urunsuz kılı öteş, itibarsız kılı öteş. Dünyada Şarkı Türkistan degen bir coğrafyanın Uygur yana Kazak, Kırgız degen bir Türk kan sistemizga, Türkiye milletlerine tava bir milletin yok ekanligini çoğu dünya zekalaş. Xitoy bu Şun to'g'rida tirishmoqchi, tirishib o'tib kelgan endi. Mush maqsadga uchun zulmni kuchaytiryapti. Zulmni kuchaytgandan keyin zulmga bardoshlik berolmagan xalqimiz, ya'ni bir eshak yoki bir ot ko'tarishga tegishli narsani ko'tardi. Ening ortiq otib o'tgandan keyin istihiylik qildi, buni ko'tarolmaydi. Buning uchun inkos qaytardi. Ayon jendir. O zulüm eşip ketkendan keyin qanday qilgan chaqning o'zida bu zulmdan qutulamiz. Zulmdan qutulup uchun biz nima ish qilishimiz kerak degan hukmga javob berish uchunchi ijro qilib chiqqan qarindoshlarimiz. Buning hech qanday gunoh yo'q. Xitoy bu to'g'rida bergan bayonotida shu ularniki 13niki burun aşağıdaki vaqa chiqarib terrorlik qatnashganligini da'vo qildi. Yana biriga ularning ko'pincha agar shu Turkiyaga ketgan bo'lsa, u yerdan Suriyaga o'tib IShIDga qatnashdi. Biz mushularning oldini oldik degandek shunda o'zini bir to'g'ri qilganligini ko'rsatib bir bayonot beribdi. Siz ham so'zingiz degandek bular hech qanday gunohsiz, jinoyat yo'q deb o'tdingiz, ammo Xitoy buni da'vo qilyapti. Buni Hamda bunga bu yerdagi masala shu. Bu yerda zulmdan qutuldigan imkonning o'zi nada bo'lsa shu yerga beryotadi xalqimiz. Chunki Xitoy zulm qilyotadi. O davlat yana Sham, Iroq islom davlati deganga boradi deb tushunami? Shuni qatnashadi. Zulmdan qutulish imkoniyati nada tepilsa, nada bo'lsa shu yerga bordi. Biz buni o'chirib o'tiramaymiz. Chunki Xitoyda zulm bor, qon yig'layotgan bir inson, bir xalq bor yani. Bir toplum bor. Yani bir millet var. Bu milletning tabiatida Xitoy biz zulm qilgan bo'lsa qanday qiladi? Biz Xitoy qilganni biz qilgan bo'lsa Xitoy o qanday qiladi? Nerede zulmdan qutuldigan va qutuldiradigan bir vosita, vasila bo'ladigan taraf qochib tabiat bu insonning tabiati shu. Xitoy zulm qilayotganligi uchun o zulmdan mayli Turkiyaga kelib qutulsin, mayli boshqa yerga kelib qutulsin, mayli Amerikaga, Yevropaga, Yaponiyaga, Avstraliyaga, her yerga ketib qutuldi. Bugun o xalqimiz o'zini mush shaklda mudofaa qilyotadi, bu qarindoshlarimiz. Mudofaa qilishni yo'li. Bugun Turkiyaga keldi, deyli. Undan boshqa nega bordi? Hozir mushadim vatan kimliksiz, iqomatsiz, ishsiz bunda turibdi. Buni qaysi davlat qabul qiladi? Nega bordi? Unda bo'lgandan keyin o'zining bugun xotirjamlikka erishadigan bir tur yaşaydigan zaman ve makonga ehtiyoji bor. Ana shu izlab topyapti. Shuning bilan birga qolib qolgan zulm uchrayotgan bir xalq bor endi. Aning yer usti va osti mol mulki talon-taroj uchrayotgan bir zamin bor. Bu zaminni Xitoydan iborat, Xitoy kommunistlardan iborat bir tajovuzchi, inson qalbidan chiqqan bir yalmavuz, bir rezil düşman, yani ben savaldı. Şunun bilan birga buni qutuldirish uchun imkon va vasila izlayapti. Bu imkon, bu vasila mayli Afg'onistonda, mayli Pokistonda, mayli Yaponiyada, mayli Amerikada, mayli Yevropada bo'lsin, mayli Turkiyada bo'lsin, xalqimiz shuning uchun
öz işiga algan halda şu yaşavytydy we hareket kılıvytydy. Bunda kılmasligimiz bunda kılışning o'zi tamamen haqliq tabiiy bir hareket emdi bu. Bundan başka Şarkı Türkistan halkının tanışı yok. Xitaydan so'rab qanday qilishimiz kerak ekan. Men to'liq qo'ydim endi. Şarkı Türkistan'da yig'layotgan, qon yig'layotgan, zulmga uchrayotgan ma'sum, begunoh bir xalq var. Toplum var. Zulm qilayotgan bir zalim Xitoydan iborat bir jinoyatchi, ifloschi, xoin, sotqin, insonlik uchun bir nomus, insonlikning qora yuzi bo'lgan Xitoy kommunistlari var. Bu çağda bununla duch kelgan bu meseleni qanday hal qiladi endi? Bir inson bo'lishimiz, bir musulmon bo'lish sifatimiz. To'g'ri. Xitoy bu yerda o'ziniki yana bergan bayonotlarda endi aslında zaten Tayland bularni qaytarishdan burunmi, keyinmi zaten qattiq besimga uchirdi xalqaroniki, hatto Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan Dünya Kişilik Hukuk Teşkilatları, Xalqaro Kechirim Teşkilatları degandek bütün şu insan hakları teşkilatlar, devletler degandek hatta Kanada, Yaponiyanın devletlerinden bunga bir ayblab bayonot e'lon qildi. Shunda bir avvalda Xitoy o'zini yana aqlab bir bayonot berdi. Onda Taylandniki to'g'ri qilganligini, onaki Tayland qonuniga va xalqaro qonunga uyg'un bir ish qilganliklarini da'vo qilib shunda bayonot berdi. Buningda Tayland bundan nima iqtisodiy saytib o'tganligini oshkor bo'ldi-da, hamda bundan Taylandga nimani kutadigan bundan boshqa. Hem Tayland'da bugün eninde şu iqtisodiy menfaatdan boshqa narsani kutmaydi. Tayland bilan bularning o'rtasidagi munosabatim pek yaxshi emas. Faqat menfaatni, iqtisodiy menfaatni kutaylik. Ondan Xitoyning bundan keyingi şu Tayland davlatining menfaati uchun yanada turishliqlikdan birinchi iqtisodiy menfaat, ikkinchi Taylandning yanada turadigancha akvolab berishini kutadimdi. Bu hozirgi masalan Turkiyaga necha ming Uyg'urniki kelganligini ma'lum bilamiz. O'sha jarayonda hozir shu ishda bo'lib Taylanddan Uyg'urlarni Xitoy qaytarib ketgandan keyin har xil bas munozaralar o'tirib chiqadi. Ba'zilar Turkiya kuchigan bo'lsa eklalaydi deydi. Ba'zilar deydi Türkiye qo'lidan kelganini kuchida, ammo amalsiz qoldi, chorasiz qilib, shunda bo'ldi bu ishlar deydi. Ba'zilar yo'q ko'z yumdi, jim turib oldi degandek shunda gap so'zlar bor. Buningga siz qanday qaraysiz? Endi biz bu har qanday narsaga to'g'ri baho bermasak bo'lmaydi. Turkiya bizim yaşayotimiz her qanday bir davlat qilolmaydigan bir ishni qildi. Ama en zo'r darajada kuchida. Sel qarab qolgan bo'lishim mumkin. Buni chet qaqqilib bo'lmaydi. Turkiya hamda Sharqiy Turkistonga nisbatan favqulodda cho'ng yaxshi bir ishni qildi. Ma ishda hamda biroz sel qarab qoldi. Tayland bilan jiq diplomatik aloqa qilib, diplomatik munosabat orqali kuchagan bo'lsa-mu, buni jiddiy bir harakat sifatida tutmadi. Hamda chunki Xitoy pul beradi, Turkiya pul bermaydi. Farq bu. Tayland hukumati. Tayland hukumatiga Xitoy pul berdi. Xitoy bilan endan tashqari Xitoy bilan madaniyati beradi. Dini ber, ko'z qarashi ber. Komünistik rejime o'xshash bo'lmagan bo'lsa-mu, buning madaniyati, urf-odatlari asosiy jihatdan o'xshashib ketadi hamda. Bu ma'nodami Xitoyni hamda kesin bir rad qilib, bunday qilishga bo'lmaydi deyapmidi. Ham deydisimi, iqtisodiy manfaat var ya bu yerda. Bu yerda insonlikqa bir şey qilib qoladi undaki. Qonun, xalqaro o'lcham, xalqaro munosabat, xalqaro axloq, diplomatiya axloqi, xalqarodagi nazokat deydigan narsalarning hammasini pul bas, manfaat bas pishirlik. Shuning bilan bu manfaat orqali Sharqiy Turkistonlik 106 kishini setib, bugun Tayland o'z uchun tarixiy bir qora tamg'ini, qora bir lekani o'ziga surtib oldi. Ham biz Sharqiy Turkistonlik musulmon bo'lish sifatimiz bilan, Sharqiy Turkistonlik zulmga uchragan bir xalq bo'lish sifatimiz bilan biz Taylandning bu qilgan jinoiy qilmishiga
biz muvaffak zaman ve makanda çoğu imkaz qaytırımız inşallah. Bunun keçer ötüşke olmaydı. Bu meselede hazır bütün dünyada hazır şu mesele gündemde, gün tertipte besmen hazır bulatıdı. Mesela Türkiye'de mesela bu video taqalğandan keyin Xitay işkencesi yoldan başlandı degandek temalarda hatta 109 Uyg'ur yo'q bo'ldi, Xitoyga yem bo'lib ketdi. Yem bo'lib ketadi. Bunda matbuotlarda shunda temalarda har xil programmalar elib berilyotdi, tashviqotlar qilinyotdi. Yana bu masalada buni oxiri qanday bo'lasizcha? Yani bu yani 60 tane qarindoshimiz bor yana yerda. Bu yerga ekilishdi. Endi bunun en mühim sual bazısını koygan sual. Biz bu qarindoshlarımızga Taylanddan qaytırıp kelgan qarindoshlarımızga Allah'dan sabr taqat, mağfiret ve rahmet qilishini, Xitoyda bara bu jinoyatning ishkenchisga, zulmiga cho'p bardoshlik bera oladigan, sezmaydigan bir ruh ato qilishini Allah'dan tilaymiz. Şunun bilan bu qarindoshlarimiz buni berganda haqiqatan biz uchun afsunarlik, acınarlik bir ish. Bununla ben üzem bir mümin Müslüman böyle süptüm bilen bunun qat'iy chidab turamadım, chidab to'g'ri bo'lmaydi. Ama bu qarindoshlarımızın bu işi dünyada xalqarada zo'r darajada ta'sir ko'rsatdi. Endi kurash bunday bo'ladi endi. Zulmning qandaligini tushunib yetdi. Yani Xitoydan iborat bu jinoyatchining xalqaralik yer shahar xarakterlik bir jinoyatchi, qor yuz jinoyatchi ekanligini, rezil bir iflos cho, hakimiyet ekanligini cho, dünya bir qatim cho to'nadi. To'nigan bo'lsa-mu, yani menfaatga bog'langan dunyo bo'lganligi uchun bu jinoyatchining jinoyatga qarta xalqaro cho sukut qilib turibdi. Bunun bir vicdanı var, aklı var, özün insanlar ailesinden, insanlar perdesinden sanaydıgan bir insan böyle süptü bilen her kandak insan Xitayning bu cinayet kılıp işini eyiplemeye duramaydı. Şunun o qarindoshlarımızdan bu zarar keliş bilen birge nurgun Şarkı Türkistan'ın kelgüsü üçün ço, buluço, özünün hayatı arkalıkço, güzel bir asas sal demdi. Bulardan Allah razı olsun. Allah şehit ketken qarindoshlarımız cennetul a'la, cennetul firdevs'tin mükafat olsun. Ularning ailesiga sabır, taqat, hayır, bereket, salih evlat ata qilishini Allah'dan tilaymiz. Biz bu qarindoshlarımız arkalık bu erişken muvaffakiyetni inşallah texmi davamlaştırıp Xitoydan ibaret jinoyatchi Sharqiy Turkistondan qo'g'lab chiqirdigan bir hareketki vesile bo'lishini Allah'dan tilaymiz. Hürmetli televizyon görgüçüler, yukarıda biz Tayland, Xitay qaytırıp kelgan qarindoshlarimiz to'g'risidagi suhbatimizni diqqatingizga sunduk. Bugünkü programımız mush yerda oxirlashdi. Keyingi programmada görüşguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuh. İlahi tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahirettin baktardız gelişimiz lazım demekçe. Cihat veya niyet var iken, ondaki cihatın aldan tayyorlik bo'lgan hicret hem mevcuttur demek. Bu cinayet kılmışlık karşı turştu ibaret hakkani görüşünüzü yapacak aldı.